Bugun so'rovnoma o'tkazamiz. Fuqarolarimiz bir kunda qancha litr suv ketkazishini bilib olamiz. Men hech ham o'ylab ko'rmagan ekanman qancha suv isrof qilishimni bir kunda. Hech o'ylab ko'rmagan ekanman necha litr suv isrof qilishimni. Kuniga behisob suv ishlataman. Hisoblamaganman necha litrligini. Menimcha har kuni ertalab men shu uyg'ongandan keyin issiq suv kelishi uchun 1-1,5 litrcha ketadi. Men kun davomida qancha suv ishlatganimni hech hisoblab ko'rmaganman. To'g'risini aytsam, точно qancha sarflashimni bilmayman. So normally, if we consider about the shower and daily life, including the drinking, I think around 1 cubic meters per day. Hisoblab ko'rmagan ekanman to'g'risi. Men lekin suvni unaqa ko'p isrof qilmaganman. Bu narsani birinchi marta eshitib turibman. Hatto o'zim ham hisoblab ko'rmaganman bu narsani. Xo'sh, siz bir kunda qancha litr suv sarflaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.